Assalomu alaykum. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev. Tanzila Narbayeva. Hurmatli Saida Shavkatovna. Bugun sizlarga murojaat qoldirmoqchi edim. Shaxsan Shavkat Mirziyoyev o'zlariga murojaat qoldirmoqchiman. Agar meni videomni ko'rib turgan bo'lsalar, ozgina bo'lsa ham nima deydi, e'tiborga olsalar meni videolarimni, mana necha kundan beri videolar chiqarib yotibman jonli efirda. O'tirgan joylargacha boryapmiz, mumkin bo'lmagan joylarga boryapmiz. Men siz chiqarib qo'ygan Xalq qabulxona respublika shaharligacha boryapman. Toshkent shahar hokimining qabulini so'rab boryapman. Hozir o'zimizning tuman hokimimiz bilan uchrashib kelyapman. Men o'zim shaxsan xotin-qizlarga telefon qilib, Nurullo Lutfullaevich meni qabul qilsinlar. Men ular bilan gaplashgani boraman. O'zimni bir ikkita masalalarimni aytmoqchi edim deb o'zim telefon qilib o'zim aytdim. Men bularga umuman shaxsiy adovatim yo'q. Bizning hokimimiz yaxshi yomon emaslar, harakat qilyaptilar, bugun ham aytdilar. Ziloxopa podvaldan joy bor deyaptilar, u ham sudlash kerak dedilarmi, nimadirlar dedilar. Men ularga aytdim, borini boricha aytaman. Men hech qachon ichimdan to'qib gapiradigan odatim yo'q. Men ularga aytdim, mana shunaqa podvaldan joy beraman deganlariga, podvalda joy bor dedilar. O'sha joyni bir ko'ringlar dedilar-da. Borib ko'ringlar-chi dedilar. Bir ikkita odamlarga ko'rsatdik, u yoq bu yoq dedilar. Men to'g'ri. Agar viloyatdan kelgan bo'lsa, podvalda yashashadi, chunki sababi ijaraga pul to'lagisi kelmaydi ular. Viloyatda uy bo'lib turib, shu yerga kelishib, uy joy qilayotganlarni ham ko'ryapmiz. Janjal to'polon bilan uy joy olishmoqchi Toshkentda. Endi men aytmoqchimanki, o'zi sinimni nogiron farzandi bor. Qo'lida 5 yoshli nogiron farzandi bor. U maxsus bog'chaga boradi Mirobod tumanida. Sinimni o'zi Mirobod tumanida 65-maktabda farrosh bo'lib ishlaydi. U ham bezdokumentalniy ishlamaydi, dokumentsiz ishlaydi u yerda. 2-3 sinflarni artib tozalaydi sinim. Bitta sinfga bir oyda 300 ming pul oladi. Siz agar meni videolarimni ko'rib turgan bo'lsangiz, men hokimga aytdim. Men hech qachon hokimimizni yomonlamayman. Chunki o'zimizning hokimimiz yaxshi ishlaydi. Oldingi hokimlardan bunaqa ish ko'rmaganman, to'g'risini aytaman. Borini boricha aytaman men. Misol uchun, muhtaram prezidentimiz bilan men uchrashib, shu ko'chalarni asfalt qilib berdilar, mana suvlarni tortdik, prokurorlar bilan, eski hokimlar bilan birga uchrashib shu narsalarni qildik. Men hech qachon mana endi biz hokimga yolchidik shekilli endi. Nurullo Lutfullayev yaxshi insonlar, ko'rinib turibdi. Hech ham yo'q demaylar, qo'llaridan kelmayapti, yo'q deyaptilar-da. Aytayaptilar, mayli kvartira topinglar deyaptilar. Kvartira topinglar, men deb pulini to'lab beraman deyaptilar-da. Men bularga aytdim. Men yana bir marta aytaman, muhtaram prezidentim, yana bir marta aytaman, men borini boricha gapiraman. Hech qachon qo'shib ham gapirmayman, yolg'on ham gapirmayman. Chunki u meni xarakterim shunaqa. Men bularga aytdim. Siz podvaldan sinimga joy beraman deb aytasiz dedim. O'zingizga nimani ravo ko'rayotgan bo'lsangiz, birovga ham shuni ravo ko'rasiz deb aytdim. Men misol uchun birovga nimani yaxshilikni ravo ko'rsam, shuni men birovga nimanidir qilmoqchi bo'lsam, yaxshilikni ravo ko'raman. Meni xarakterim shunaqa. Iloji yo'q narsa deyaptilar, yo'q deyaptilar. Shahar hokim nima uchun qabul qilmayaptilar? Qayerga borsam shahar hokimining vakolatida bor deyaptilar. Men misol uchun kecha xotin-qizlarda ham bo'ldim, Umida.
Bizdan keyin komissiya tuzishibdi. Nima uchun bizani kirgizmadilar? Biz ham ochiq muloqotga qo'yardik, jonli efirga chiqarardik, hamma narsani borini boricha qo'yib berardik. Nima ish qilayotganlarini, nima qilayotganlarini biz ham ochiqdan ochiq ko'rsatib berardik hamma narsani. Bizani ham o'zimizga yarasha ijtimoiy tarmoqda kuzatadiganlarimiz bor, biladiganlarimiz bor, ko'radiganlarimiz bor-da. Biz ham ochiq biz ham ochiq nima deydi, qo'yib berardik shu nimalarni. Endi hozir men sizga murojaat qoldirayotganim sababi men sizdan shaxsan o'zingizdan so'ramoqchiman. Sinimman o'sha hozirdan nima ijarada o'tiribdi, Bektemir tumanida Nurli yo'lda, o'sha MFda, o'sha Nurli yo'lda o'tiribdi. Sizdan so'ramoqchiman, Shavkat Mirziyoyev. Uy-joy masalasida, mayli ijtimoiy uy bo'lsa ham berib turing. 11 yoshli o'g'li bor, uni o'qitishimiz kerak. O'qigisi kelyapti, lekin imkonimiz yo'q. Men oilaliman, meni boshimda erim bor. Men oilaliman. Qo'limdan kelmayapti. O'zim hech qayerda ishlamayapman. Men shu chirchiqni bo'yini beringmanga desam, bugun meni qo'limdan kelmaydi deb aytibdilar. Shavkat Umurzoqov, qabulingizni so'rayman yana bir marta. Ko'rayotgan bo'lsangiz, qabulingizni so'rayman. Qachondan beri shuncha odam ko'ryapti, nurli siz ko'rmayapsiz. Shavkat Umurzoqov, qabulingizni so'rayman. Shaxsan o'zimni qabul qilishingizni so'rayman. Shavkat Umurzoqov, qabulingizni so'rayman. Dushanba kuni xudo xolisi yana boraman. Prezidentimiz ham o'tirgan joylarga borishga majbur qilishyapti. Boraman. Bu meni haq-huquqim ekan. Men yana bir marta aytaman, Shavkat Mirziyoyev. Bizning tuman hokimimizga hech qachon nimam yo'q, adolatim yo'q. Hech qachon. Men ularni ishlayotganlarini ko'rib turibman. Bizda yaxshi ishlar bo'lyapti. Oldingi hokimimiz hech qachon ishlamagan, to'g'risini aytaman. Siz aytgandingiz. 3 yil bo'lmasdan uchetashga, to'retashga uy qurasan, 50 ta mashina olasan. Xuddi o'sha ishni qildi. Bulardan oldingi hokim shu ishni qildilar-da. Men o'zim shaxsan ko'zim bilan ko'rganim aytaman. Ular ishlamagan ekan, men majbur bo'ldim ishlashga-da. O'sha mahallalarga suv tortishga, mahallalarni asfalt qilishga men majbur bo'ldim. Xo'p, qo'limda nogiron farzandim bo'lib turib ishlamadim. O'shanga aytaman, men hozir nogiron farzandim bor qo'limda. Uni o'zi uylantirishim kerak, lekin hech qayerda ishlamayman, mablag'im yo'q qo'limda. Men shuncha aytdim, menga chirchig'i bo'yini bering, men o'sha yerda obodonlashtiraman desam, menga yo'q deyaptilar. Ularning vakolatlarida emas ekan. Shavkat Umurzoqov, meni qabul qiling. Men shu narsani sizdan so'ramoqchi edim. Sinimga ijtimoiy so'rab murojaat qoldirganman. Agar qo'lingizdan kelsa, sinimning qo'lida nogiron farzandi bor, eri o'lgan, beva. O'sha narsani so'rab murojaat qoldirganman. Necha safardan beri. Xudo xolisi majburman yana oldingizga borgani. Sinim bilan birga boraman. O'zim yurib sinim burni qonab ketayotdi, optoga chiqqanda. Endi majburman sinimni olib chiqishga. Jiyanlarim ko'chada har kuni yig'laydi. Qachon o'zimizning uyimiz bo'ladi deb yig'laydi jiyanim. Yaqinda 1 oy больницаga yotib chiqdi, stressga tushgandan. O'shanga men sizdan iltimos qilib so'rardim, Shavkat Mirziyoyev. Iltimos qilaman yana bir marta. Ras hokim qabul qiling. O'yladi. Erta 9:da